dengiz sohili bo'yiga joylashgan ma'lum bir Afrika davlatidagi yigizlarning birida Allohning kitobini to'liq yodlagan, diniy ma'lumoti yuqori, yerliklarning tilini pishiq biladigan bir yigit masjidga imomlikqa saylandi. Bu ish hammaylarning ko'ngliga moydek yoqdi. Mahalladagi kishilar uni har doim bo'libmi Ramazon kunlarida hurmatlab, uyiga navbat bilan iftorga chaqiratdi. Ma'lum vaqtdan keyin taqvodor yaxshi bir oilaga imomni iftorga chaqirib olish navbati keldi. Imom shom namozini o'qib bo'lgandan keyin ularning uyiga keldi. Ular uni intayin yaxshi kutib oldi. Ziyofat oxirlashgandan keyin imom ularga duo qilib qaytib ketdi. Ayol mehmonxona uyini va tomoq ustallarini tozalab etib, tuyuqsiz xeyli ko'p miqdordagi pulni ustalda qo'yib unutib qolganligini esiga oldi. U huduqqinicha hamma yana izlab chiqdi, ammo hech yerdan topolmadi. Yo'ldoshi tarovih namozidan qaytib kelgandan keyin ayol uningdan u pullarni olgan ammag'anligini so'radi. Yo'ldoshimo ammag'anligini deganida ayol texmo hayron qoldi. Ular birdam o'ylanib etib, uyga imomdan boshqa hech kim kelmasa, kim olgandi? Imom olganmidi ya? Ular har qancha o'ylanibmi, pulni uningdan boshqa odamning elishi mumkin emas ekanligini jazm qilib yetdi. Hamda uningga nihoyat ochchig'i keldi. Uni hurmatlab uyimga mehmonga chaqirsam, uyimdagi pullarni elib chiqib ketsa qandoq bo'ladi? Imom degan asli hamma odamga yaxshi ulgu bo'lmamdi. Bu qandoq bo'lgani? Erning nihoyat ochchig'i kelgan bo'lsa-mu, ammo u yanada sharmi hayoliq kishi edi. Bu ishni imomning yuziga silishdan xijil bo'lib, hech kimga tinmasdan ko'nglida yushirib qoldi. Ammo u imomni hech kechirgisi kelmadi. Shuning bilan imkon bor uning bilan uchrashib qilishdan o'zini qochirdi. Oylar o'tib, yana bir yili Ramazonmo yetib keldi. Bu oilaga yana imomni chaqirish navbati yetib kelgan edi. Yo'qolib ketgan puli haqida o'ylanib, g'ujjida ochchiqi kelib, uni chaqirg'usi kelmadi. Shundaqdimi ayoli maslahat soldi. Ayoli nihoyat yaxshi, taqvodor ayol edi. U yo'ldoshiga balki imomning pulni elishga majburlagan alohida ehtiyoj bo'lib qolgan bo'lsa kerak. To'g'ri tushunayli, dedi. Shunda qilib ular atsi imomni chaqirib oldi. Imom uyga kelgandan keyin uy egasi mundoq dedi. 1 yildan beri mening sizga bo'lgan muomalam o'zgarib qoldi. Siz buni his qildingizmi? Ha, his qildim. Ammo men bak oldirash bo'lganligim uchun bu ishning nima sababdan ekanligini surishtirib bo'lolmadim, dedi imom hayronlik bilan. Mundoq dedi. Gapni ochiqli aytay. Sizmi to'g'ri javob bering. O'tgan yili siz uyimizga iftorga kelgan chog'ingizda ayolim ustal ustida xeyli ko'p miqdordagi pulni unutib qolgan ekan. Siz uydan chiqib ketgandan keyin biz pullarni izlab boqdik. Ammo uyning hech qanday yeridan topolmadik. Uyga sizdan boshqa hech kim kelmagan edi. Rostini ayting, siz u pulni olganmidingiz? Imom nihoyat tamkin holda, "Ha, u pulni men olgan edim", dedi. Uy egasi hayron qilib, ko'zlari chaqchib ketdi. Imom so'zini davomlashtirib mundoq dedi. "Shu chog'da deraza ochiq qolgan ekan. Sizlar oshxona uyda edinglar. Tuyuqsiz derazadan qattiq shamol kirib, ustal ustidagi pullarni uchirib etdi. Pullar yerga tushib, taraf-tarafga uchishga boshladi. Men shu hamon pullarni terib, jamlab qo'ydim." Imom shundoq deganicha beshini sangilitib, o'ksib yig'lab ketdi. Ondan so'zini davomlashtirdi. "Nima uchun yig'laydiganligimni bilamsiz? Men sizning meni o'g'ri deb tuhmat qilganligingizdan yig'lamadim. Balki sizning va oilangizdagilarning 1 yil ichida Qur'on o'qib boqmaganligingizdan echinib yig'ladim. Agar bir qitim bo'lsa-mu Qur'onni echib o'qib boqqan bo'lsanglar, pulinglarni Qur'onning betlari ichida topgan bo'latdinglar. Men sizlarga masjidda qilgan har qitimliq vaz nasihatimda Qur'onni ko'plab o'qib berishni tavsiya qilatdim. Shundaqla payg'ambar alayhissalomning "Sizlar Qur'on o'qinglar, u qiyomat kuni o'zi o'qigan kishilarga shafaat bo'lib keladi" deganga o'xshagan hadislarni o'qib beratdim emasmi? Uy egasi shu hamon Qur'onni ochdi. Qarag'idek bo'lsa, Qur'on ichida pullari shu pita turg'idek. U o'zini tutib ololmay, yig'lig'inicha imomdan afu so'radi. Shundaqla buningdan keyin Qur'on Karimni har kuni uzildirmay o'qishga va'da qildi.
Ulug' Alloh mundaq deydi: Ey mü'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni oiladagilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar.